Logistikada ishlamoqchi bo'lgan barchangizga eng muhim maslahatim boshlamanglar. Albatta bu gap hazil, ishlamaslik u sizlarning qaroringlar. Bugungi videoda logistikani plus va minus tomonlarini hech qanaqa chiroyli so'zsiz ochiq oydin tushuntirib beraman. Xo'p, bugungi kunda logistikada ishlayman deganlarning asosiy maqsadi albatta soqqa qilaman deb bolalar ishga kiradi. To'g'ri, tan olaman, logistikada ishlasanglar, qolgan joylarga nisbatan, ko'p joylarga nisbatan ko'proq daromad topasiz. Chunki baribir biz pul ishlash uchun kelamiz shu sohaga. Baribir videoni pozitivdan boshlagim keladi. Birinchi pluslari haqida sizlarga aytib beraman. Hozir esa sizlar bitta like bosib, podpiska bossanglar, juda ham xursand bo'lar edik. Xo'sh, baribir eng qiziqtiradigan narsa hamma logistikaga nima uchun keladi? Soqqa ishlash uchun keladi. Bu fikrga men qo'shilaman. Logistikada qolgan sohalarga nisbatan daromad sal ko'proq. To'g'ri, ko'p joyga nisbatan ko'proq pul ishlasa bo'ladi. Undan tashqari, ko'p joyga nisbatan afzalroq bo'lgan narsa logistikaga kelsanglar, oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. U degani institut bitirib, diplom bilan kelish menga qiziq emas. Asosiysi tupoy bo'lmasanglar bo'ldi. Undan tashqari, hammamiz ingliz tilini bilamiz. Logistikada ishlaydigan bolalar IELTS kamida 6.5 bo'ladi. Shu sohada ishlaganingizda sizni communication skills, ya'ni muloqot qilishingiz ancha oshadi. Speaking skill oshadi. Nima hisobiga? Har kuni o'nlab, yuzlab odam bilan gaplashish kerak bo'ladi. Har xil odamlarga duch kelasiz. Shuni hisobiga kim bilan qanaqa sifatda gaplashishni juda yaxshi o'rganib olasizlar. Yuzlab odam bilan gaplashdingizmi? Speakingdan tashqari listening skill ham oshadi. Undan tashqari safety, HR, recruitingda ishlasangiz, ko'p dokumentlar bilan ishlaysiz. Reading ham oshadi. Reading oshdimi? Juda ham ko'p dokumentlarning ustida ishlash kerak. Juda ham ko'p xat, email yozish kerak. Writing ham o'z hissasini qo'shadi. Va menga eng yoqgan narsa, xohlasanglar remote ishlasanglar bo'ladi. U degani, uyda kompyuteringiz bo'lsa, bemalol uyda o'tirib, kofechani bitta damlab, oyog'ingizni stolga qo'yib o'tirasizmi, farqi yo'q. Ishni vaqtida bitirib qo'ysangiz, uydan ishlasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, shirin, konfet, asal joylarini gaplashdingiz sizlar bilan. Endi achchiqroq haqiqatni sizlarga namoyish etaman. Ya'ni minuslarni gapirib o'tadigan bo'lsam, daromadni gapirdim videoni eng boshida. Ko'p joyga nisbatan sizlar ko'proq pul topasizlar, lekin bitta narsani tushunishinglar kerak, birdaniga ko'p pul ishlamaysizlar. Ma'lum bir summaga erishish uchun harakat qilishinglar kerak. Lekin to'g'ri, ko'p mana shu gostrukturaga nisbatan, davlat ishiga yoki korporativ ishga nisbatan ko'proq topasiz, lekin aytganimdek birdaniga 1000, 2000, 5000, 15000 dollar kutish kerak emas. Ожидание realность bo'lib qoladi. To'g'ri, o'z paytida dispetcherlar 10 000, 15 000 dollarlab topgan, lekin bozor avjiga chiqqan payti 2020-21 yil bo'lgan. Haqiqatan bozor boshqacha bo'lgan, hozir esa holat boshqacha. Bozor ancha tushib qolgan. Dispetcherlar qiynalib ishlayapti. Nafaqat dispetcherlar, boshqa bo'lim xodimlari ham qiynalayotgan payti bor. Lekin aytganimdek, birdaniga ko'p kutmanglar. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, kun bilan tun joyi almashib qolgan sababli qon bosimiga ta'sir qiladi. Qon bosimi ko'tarilib ketadi. Kunduz kuni ishlash va tungi ishlash farqi juda katta. Kunduz kuni uxlash baribir qiyin, kechqurun organizm dam olmagani hisobiga har xil kasalliklarga olib kelishi mumkin. Asosiy muammo shu ovqat hazm qilish bilan bog'langan bo'ladi. U vazn yig'ishi. Tez vazn yig'ishadi yoki tez vazn yo'qotishadi. Shuni hisobiga ko'p bolalar stress holatiga tushib qolishadi va shu sababli deyarli 90% logistlar chekadi. To'g'risini aytaman, logistikaga kelganimda hamma do'stlarim chakishni boshlagan edi. Aslida logistika juda ham qiziq soha. Ancha tajriba yig'asiz, qiziq odamlar bilan uchrashasiz, qiziq odamlar bilan gaplashasiz, lekin baribir yaxshi tomonlardan tashqari yomon tomonlarni ham bilishingiz kerak. Agar bu videodagi plus yoki minuslarning orasida siz biladigan nimadir qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tib ketsanglar, biz minnatdor bo'lamiz. Bu esa trakchilik proyekti edi. Barchangizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Albatta, like bosib, podpiska qiling. Keyingi sonimizda ko'rishgunimizcha xayr.